Kechirgin Zulay. Seni şundaq üzgün bolsumu izlab bolalmadım. Dadamның bizga deyalmayotgan bir gapi borda qiladi. Lekin menga deb bermadi. Sadir aka, qandaq ahvolingiz? Meni tondingizmi? Men tayyor. Agar sen qarshi olsang, kunda kelib turaman. Bu nima qilganim? Acaba meni yolg'iz tashlab qo'yib ketarsanmi? Dördüncü qism. Zulay ixtiyorsiz qarab qoldi-yu, u o'z ko'ziga ishonmay turibli qoldi. "Tayyor?" deb pichirladi u. Shu arliqda mashina qo'zg'alib ketib qoldi. U yotoqqa qaytib kirib, hayajondan qo'li ishqa bormadi. O'zi yaxshi ko'rgan odamning mushu shaharda ishkanligini bilgandan keyin shirin xiyollarni surib ko'zgimi uyqu kelmadi. Zulay mashinaning nomerini esida tutib oldi. Shuningdan keyin Zulay pat-pat sirtqa chiqadigan bo'lib oldi. U yo'lda ketib borgan mashinaga qarab, mashinalarning orasidan Tayyorning mashinasini izlaydi. Afsus, kun-kunlab saqlasimi Tayyorning mashinasi uning ko'ziga qayta chiliqmadi. Lekin bugun dadisiga ish kiyim ilish uchun xalqaro cho'ng bozorga bormoqchi bo'lib, oldirashli oldiga kelgan Tayyorning mashinasini to'sgan edi. Taqdir degan ajoyib bo'ldi-da. Necha vaqtdan intizorlik bilan kutib, bir ko'rishni orzu qilib ko'rolmayotgan shu inson bilan tasodifiy uchrashib qilish haqiqatan hayron qolarlik va xushalnorlik ish bo'ldi. Zulayning gaplari tugab bo'lguncha buyurtgan tomoqlarmi jo'zga tizilib bo'ldi. Qani Zulay, avval tomoq yeyli, qolgan ishlarni tomoqdan keyin paranglashayli. Dedi Tayyor qo'lidagi cho'kni Zulayga sung'ach. Ular bir-biriga takalluf qilg'ach tomoq yeyishga boshladi. Tayyor pat-pat Zulayga qarab qo'yatdi. Qaragan sir uning bo'lgan hurmati eshib boradi. Chunki bir qizning shuncha uzun vaqt birsiga aqida qilib saqlashi o'ng'aymi? Tayyor Zulayga o'zini yuz kelolmaydigandek his qilib qoldi. Demisimi u Zulayni xiyolida o'ylagan bilan izlab yiqishni o'ylab baxmadi. Agar izdigan bo'lsa edi, uning uchun oson ish edi. Lekin Tayyorga Sadir akaning shu gapi qattiq ta'sir qilgan bo'lib, shunglashqa u o'z oldiga igilik tiklab, o'zini ko'rsatib qo'ymag'ichilik ashu mahallaga dasimiganligini qaror qilgan edi. Zulay, Sadir akam qandaroq? Hozir xil yaxshi bo'lib qoldimi? Nimasini deysan Tayyor? Kundan kunga yaxshilanish yo'q. Burun ancha-muncha gap qiladi. Put-qo'lim midirlaydi. Hozir hech qanday sezim yo'q. Faqatli ko'ralaydi, his qilalaydi, ammo so'z qila olmaydi. Kechirgin Zulay. Seni şundaq üzgün bolsumu izlab bolalmadım. Lekin her minut, her sekund seni xiyolimdan nari qilgan yerim yo'q. Lekin seni qasablarga duchor qilibman. Seni bu yerda ko'rib qolarman deb o'ylabmi boqmagan edim. To'xtab tur Tayyor. Dadamning bizga deyalmayotgan bir gapi borda qiladi. Lekin menga deb bermadi. Әмділікті болса, я сөзлей алмайды, яки xat yazalmaydı. Bu biz üçün bir sır болып қалған оқшайды. Деймісаңмы sen кетіп тартмаған азапларым қалмады. Hatta dadamның көңілінімі бәк рәнжеттім. Dadamı meni to'y qilishga zo'rlab, oxir men jahillik qilib turib olg'ashqa bu to'g'riliq gap qilmas bo'ldi. Lekin ko'ngildagi shu aytolmayotgan gapini bir kunlarda menga so'zlab beradi deb o'ylaydim. Afsus.
Әмді бұл мүмкін боламды болмамды, оны ұқмаймын. Tair Zulayga təsəlli berdi və onu apırıb qoyğaç Sadirqamni yoxlab geliş üçün doktorxanaga yol aldı. Ular maşında manğaç bir eğizmi paranlaşmay sükut içdə ketib baratdı. Tair pat-pat maşina içidəki görüş əynikidən Zulayga qarab qoyatdı. Zulay burunqidan xeyli özgərgən bo'lib, onun çıraydan xuddi turmuşda pişqan ayollardek temkinlik ve samimiylik aks etib turatdi. Tair mashinni mashin to'xtish o'rnida to'xtatib qo'yib, Zulay bilan Sadir aka yotgan yotoqqa kirib kelganda, bir sestra qiz Sadir akaning o'qulni almashtirayotgan bo'lib, Zulayni ko'rib tabassum qilib, beshni lang'ishtib, ahvol so'ragandan keyin o'qul tugisi xabar qilishni toplab chiqib ketdi. Tair berib Sadir akaning qo'lini tutib, ahvol so'radi. Sadir aka, qanday ahvolingiz? Meni tondingizmi, men Tair? Lekin Sadir aka Tairga ifodasiz holda qarab turadi. Tairning ko'ziga yosh keldi. Chunki o'z vaqtida tog'ni talqon qilgudek zabardast bir erning amdilikda bo'lganda mushundoq bo'lib qilishi kimning xiyoliga kelgan deysiz? Sadir aka bekli judab ketgan bo'lib, uruqlab xuddi kichik boladek bo'lib qolgan edi. Tuyuqsiz Sadir aka Tairga qarab bir nimalarni demoqchi bo'lgandek og'izni o'malashga boshladi. Lekin hech qanday sado chiqmadi. Uning xuddi Tairga deydigan gapi bordek qiladi. Tair Sadir akaning qo'lini ching tutguncha, Sadir aka, nimaga pons bo'lsmag'ding? Lekin Sadir aka qalpikni midirilib, gap qilishga kuchayotgan bo'lsa-mu, mumkin bo'lmay, ko'zlaridan yosh sirg'ib tushishga boshladi. Uning haqiqatan demisi bo'lmaydigan gapi bordek qiladi. Lekin amal qancha, xat yozay desa qo'li tutmaydi. Gap qilay desa so'zlayolmaydi. Tair Sadir akaning qishida xeyli uzun o'ltirdi. Uning hech qanday sezim qolmagan put-qo'llarini tutdi. Sadir aka Tairdan faqat ko'zini uzmaydi. Ko'zlaridan mayuslik, o'kinish va ilojsizlik chiqib turadi. Tair Sadir akaning bu qarashlaridan uning o'z vaqtida qilgan ishlariga va degan gaplariga pushaymon qilayotgan bo'lishi mumkin deb faraz qildi. Lekin u xato o'ylagan edi. Agar Sadir aka so'zlayolgan bo'lsa edi, oxirda bu 2 yoshning taqdiri bunchalik azobliq va echinishliq bo'lmas edi. Endi amal qancha, boshqa kelganni ko'rmay amal yo'q. Zulay, men qaytay. Mashinaning kunduzlik vaqt to'shdi. Qaytirib opirib bermsam bo'lmaydi. Uyga borib, sana telefon qilaman. O'zingni asra. Bo'ladi. Seni ishondim qo'ymay, seni bugun bek avvar qilavatdim. Rahmat. Vaqting bo'lsa kelib turarsan. Kelolmasang telefon qil. Agar sen qarshi olsang, kunda kelib turaman. Tair qaytib ketdi. Zulay bo'lsa oxir chiqmas shirin xiyollarini surib, dadasiga hamroh bo'lib kelib qoldi. Shundaq qilib, Tair kundi tushda va yoki kechda ishdan tushgan vaqtda kelib hamroh bo'ladi. Ular Sadir aka uxlab qolgan o vaqtlarda doktorxona oldidagi gullikka chiqib, bu shaharning kashf manzarasini tomosha qilg'ach paranglashib o'ltirishadi. Bundaq chaqlarda ularning deyishmagan gaplari qolmaydi. Hatto kelgus to'g'riliq shirin orzularni qilib, ko'ngilni xush qiladi. Yana ba'zida Sadir akaning uchirgan bu baxtsizligiga qayg'urishadi. Necha kun o'tib bir kuni Sadir akaga mas'ul doktor Zulayni ishxonasiga chaqirib, uningga Sadir akaning kesilda yaxshilanish bo'lmaganligini, bundaq ketaversa ularning iqtisodining ig'ir darajada xo'raydiganligini,
Shuning uchun qaytirib ilib ketib, uyda holdan xabar elishni topladi. Bu xabardan Zulay әмді dadisida umid qalbıqanligini bildi. Bulaqdek ko'zlaridan achchiq yoshlari sirg'ib tushyotdi. "Jinim dada, sen mening borlig'im eding-ku. Menga ham ota, ham ona bo'lib, yemay yegizib, kiymay kiygizib, mushkullarga ilib kelgandim. Bu nima qilganim? Acaba meni yolg'iz tashlab qo'yib ketarsanmi?" Uyg'ondingmi dada? Yataqqa qaytib kirib, Sodir akaning mangzini yiqib, öksüp yig'lab ketdi. Uning ko'zidan oqqan yoshlar Sodir akaning yuziga eqib tushdi. Sodir aka bo'lsa, uxlayotgan uyqusidan uyg'onib, Zulayning bu holini ko'rib, o'zining mushundaq bo'lib qolganiga ichingandek, nursiz ko'zlarini Zulayga beqib, uningga tasalli bermoqchi bo'ldi. Zulay dadisining uyg'onib ketganligini ko'rib, ittik ko'z yoshlarini surtibdi va hech ish bo'lmagandek dadisiga tabassum qildi. Dadisining bu holiga qarab faqatli chidab tura olmagan edi. U telefonni elib Toyirga telefon qildi va uning tezdan kelishini, qolgan ishlarni kelganda deyishib olganligini uqtirdi. Toyir doktorxonaga kelgan vaqtda Sodir aka uxlab qolgan bo'lib, Zulay yotoqning derasidan sirtqa qarab xiyol surib o'ltiradi. U Toyirni ko'rib sirtqa chiqishni sharatladi. Ular doktorxonaning koridoriga chiqib, xoli yerga borganda Zulay mas'ul doktorning deganlarini Toyirga birma-bir deb bergandan keyin Sodir akani doktorxonadan elib chiqib, yurtga qaytirib elib ketish to'g'riliq Toyirga maslahat soldi. Toyirmo jiq o'ylanib turmayla qo'shildiganligini bildirib, o'zining bu yerdagi ishlarini tezlikda bir taraf qilib bo'lgandan keyin bilmangdiganligini aytib, doktorxonadan qaytib chiqdi. Toyir oldi bilan kira mashinalarni ijaraga berish shirkatiga berib, mashina ijara elish to'xtamini bekor qildi va qaytib kelib, uyni o'tkazib bergandan keyin narsa keraklarni yuk to'shish o'rniga opirib, yo'lga silib etib, tayyor bo'ldi. Toyirning endi bu shaharda turg'isi yo'q edi. Chunki u Zulayni buningdan keyin yolg'iz tashlab qo'yishni xohlamadi. Ham unda qilishqimi ko'ngli unmadi. Demisimi uzun yillar ayrilib yurib aran ko'rishgan tursa, Toyir kichik mashinasini haydab doktorxonaga yetib keldi. Ham kasal yutkaydigan mashindan birini o'qishib, shu kunla Sodir akani elib yurtiga yurib ketdi.